iPhone'ingizni orqasiga 2 marta yoki 3 marta ursangiz nimadir vazifa bajaradigan qilib qo'ysa bo'ladi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun nastroykaga kiramiz. Nastroykadan pastroqqa tushib, universalniy dostуп degan joyi bor. Shu yerga kelib, yana sal pastroqqa tushsak, kasaniya degan joyi bor. Shu kasaniyaga bitta bosib, eng pastiga tushamiz. Eng pastidan bitta tepada mana kasaniya zadniy panel degan joyi bor. O'sha yerga bitta bossak, bu yerda двойной kasaniya, тройной kasaniya degani bor. Ya'ni 2 marta ursangiz yoki 3 marta ursangiz ishlaydigan nima bor. Xohlagan bittasi qaysisi sizga kerak bo'lsa, masalan 2 marta urishga bosamiz, masalan 2 marta ursangiz, bu yerda mana shu funksiyalarni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan 2 marta bossangiz увеличить qiladi yoki прокрутка вниз, прокрутка вверх, masalan TikTok ko'rib o'tirganingiz orqasiga 1 marta, 2 marta bosib ursangiz, tepaga listatga o'radi. Shunaqa qilib tuzsangiz bo'ladi. Center mana fonarik yoqsa bo'ladi. Удобный достуp, sнимок ekran qilsangiz bo'ladi. Xohlagan mana shu yerdagi birorta funksiyani yoqib qo'yib, masalan kameraga bosib qo'yasiz, 2 marta orqasiga urganingizda kameraga kirib ketadigan bo'ladi.